Soliq qo'mitasi tashabbusi bilan yurtimiz bo'ylab "Mening solig'im, yurtim iqboli" shiori ostida targ'ibot aksiyasi o'tkazilmoqda. Jizzax shahrida ham aholi gavjum hududlarda, xususan yaqinda faoliyat boshlagan yirik savdo markazida aksiya tashkil etildi. Loyihada tadbirkorlar, yoshlar, aholi vakillari faol ishtirok etishdi. Aksiya bejizga ushbu savdo markazida tashkil etilmadi. Boisi yaqinda faoliyat boshlagan majmua Jizzax shahrida tadbirkorlik muhitini yangi bosqichga olib chiqdi. Bu esa mahalliy iqtisodiyot rivoji va soliq tushumlarining o'sishiga hissa qo'shmoqda. Aksiyani tashkil etishdan maqsad esa soliq madaniyatini zamonaviy savdo maydonida namoyon etish, yangi biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash, aholini qonuniy tadbirkorlikka chorlash, shuningdek, soliq qonunchiligi bo'yicha aholi vakillariga ma'lumot yetkazish bo'ldi. Aholimiz hozirgi kunda juda aktiv soliqlarni to'lashga, soliq mobil ilovalaridan foydalangan holatda o'zlari inspeksiyalarga tashrif buyurmagan holatda soliqlarni muddatida to'lab, vaqtlarini tejab, foydalanib kelishmoqda. Bu yurtimiz uchun o'z hissalarini qo'shib, konstitutsiyaviy burchlarini bajarib kelishmoqdalar. Aksiya davomida aholiga soliq turlari, ularni to'lash tartibi, jismoniy va yuridik shaxslarning soliq majburiyatlari, soliq imtiyozlari haqida ma'lumot berildi. Shuningdek, qizg'in savol-javoblar tashkil etilib, ishtirokchilarning soliq qonunchiligiga oid bilimlari sinovdan o'tkazildi. Soha xodimlari tomonidan zaruriy huquqiy tushunchalar berildi. Faol ishtirok etgan ishtirokchilar rag'batlantirildi. Mening solig'im, yurtim iqboli shiori ostidagi targ'ibot aksiyasi viloyat san'atkorlarining konsert dasturi bilan davom etdi. Aksiya orqali aholiga nafaqat huquqiy bilim berildi, shuningdek, ishtirokchilarga madaniy hordiq va yaxshi kayfiyat ulashildi.